Shu bulochkani necha marta ko'rgansizlar, lekin hali ham tayyorlab ko'rmaganmisizlar? Bugun men sizlarga eng oson bulochka retseptini o'rgataman. Idishimizga ilitib olgan sutni, xamirimizni shunaqa bulochka qilib beradigan eng kerakli masallig'imiz drojani solib, vinchikimizda yaxshilab aralashtirib olamiz. Droji sutimizga yaxshilab qorishib ketishi kerak. So'ng ilib olingan un, 2 tuxum, eritilgan saryog'imizni solamiz. 2 osh qoshiq shakar solib, kombaynimizni xamir qoradigan nasatkasida eng baland оборотga qo'yib, xamir qorib olamiz. Stolimizni yog'lab olib, xamirimizni stolga tushirib olamiz. Shunaqa ham yumshoq xamir bo'ladi. Qo'limizni yengil harakat qildirib, xamirimizni zuvala qilib oshirishga olib qo'yamiz. Aytgandek, xamirimizni xolodilnikda oshirib olamiz. Strechimiz orasiga xamirimizni qo'yib, xamirimizni 2 soatga oshirib qo'yishga xolodilnikka yuboramiz. Xamirimiz ham shunaqa zo'r bo'lib oshib chiqdi. Endi uni stolni yog'lab, qo'limizni yengil harakat qildirib yoyib olamiz. Hamma o'zining xohishiga qarab ichiga nachinka surib olamiz. Men varyonka molokodan foydalandim. Yong'oqlarimizni sepamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib rulet shaklida o'rab olamiz. Bosh tarafidan ozgincha joy qoldirib, qolganini oxirigacha kesib olamiz. 2ga ajratib olib, xuddi shunaqa ko'rsatilgandek qilib xamirimizni o'rab olamiz. Sizlarda ham shunaqa SSSRskiy qolip bormi? Shu qolipda pishirsanglar, bulochkalarning shakli umuman o'zgarib ketmaydi. Bulochkani usti chiroyli bo'lib qizarib chiqishi uchun bitta tuxum sarig'ini surib olamiz. Tayyor bulochkamizni yana 20 minut oshirib, gaz pechiga o'rta olovga 40-50 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Pishib chiqqan bulochkamizni ustini asal bilan yaltillatib qo'yamiz. Erinmasdan shu bulochkani uydagilaringizga pishirib beringlar, aniq duvoni tagida qolib ketasizlar.